Allo, assalomu alaykum. Alaykum assalom. Anoraxon opajonim, yaxshimisiz? Rahmat. Sog' u omonmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. Kim ekan bu? Avvalambor, bugungi qarshi olgan yoshingiz Allohimizga suyukli banda, Rasulimizga chin ummat bo'lgan shukronalik shodiyona ayyomingiz, tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Rahmat. Rahmat sizga ham. Allohim in'om etgan har bir kuningiz fayz va barokatlarga to'la bo'lsin. Kaftingizni duoga ochib nimaiki so'rasangiz, barchasini Allohim ro'yobini bersin, ilohim. Allohim sizga ham bo'lsin bolam. Rahmat, tashakkur opajonim. Ayni damda tabriklar va qutlovlar loyihasi kutilmagan qo'ng'iroqlar dasturi orqali siz bilan muloqotda bo'lib turibmiz. Aynan bugun yaqin insonlaringizdan birlari sizga atalgan chiroyli tabriknomalarni, go'zal izhorlarni bizni loyihamiz orqali siz uchun yo'llab qolgan ekanlar. Bir taxmin qilib ko'rasizmi opajonim? Qaysi qadrdon insoningiz mana shunday go'zal niyatlarni siz uchun yo'llab qolgan bo'lishlari mumkin? Balkim. Endi taxminim bolalarimda qizlarim bor. Keyin Turkiyada singlim bor, Yulduzxon. Oqqo'rg'on rayonida qizlarim bor. Baymo, Tojida. Nigora singlimni qizi bor, bo'yla haligi jiyanim. Albatta. Menimcha Yulduz jo'natdimikin deyman-da. Albatta sizni mana shu yaqinlaringiz, barcha tilga olib o'tgan yaqinlaringiz samimiy tabriklab qolishibdi. Zero sizni bugun yaxshi ko'rguvchi, ardoqlaguvchi bilasizmi? Xolajonim men uchun eng qadrli insonlarimdan birlaridir. Ular onamdan keyin bizlarga sevgisi asl bo'lgan, har ne bo'lsa-da mehr oqibatlarini ayamagan. Onajonimga sadoqatli jigar, bizlarga esa non tuz bergan. Yuragim xasta bo'lganda ham beminnat yordamlarini ayamagan. Albatta, mashalloh, to'g'ri topdingiz. Mana shunday sizga go'zal ta'riflar ila maqtagan, chiroyli ta'riflar bergan jan ne'matingiz Nigoraxon tomonlaridan chiroyli tabriknomalar yetib kelibdi. Ularga qo'shimcha tarzda Davronbek, Layloxon, Asadbek tomonlaridan ham qabul aylaysiz. Jiyanlarimdan o'sha Nigoraning bolalari. Albatta. Agar ijozat bersangiz, mana shu yaqin mehribon insonlaringizni sizga atalgan chiroyli tug'ilgan kun tabriklari bor ekan. Ularni o'qib eshittirib bersam maylimi? Bemalol. Oshxonada edimda, boya qo'lim ko'ylakda ololmadim. Hech qisi yo'q, rahmat sizga. Demak, boshladik. Assalomu alaykum. Men uchun qadrli bo'lgan qadri balandim, qadrdonim, mehrligim, mehribonim, azizam xolajonim. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz bilan chin dildan samimiy muborakbod etaman. Sizga dunyodagi eng ezgu, eng chiroyli tilaklarni tilab qolaman. Ilohimdan joningiz sog', umringiz uzun bo'lsin. Hamisha biz yaqinlar, oilangiz, farzandlaringiz baxtiga doimo omon bo'ling. Ilohim 90-100 yoshlarda ham davralarimiz to'rida hammamizga bosh bo'lib bizlarni duolar qilib yuring. Hech qachon kasal bo'lmang, dard ko'rmang. Dardlar, armonlar sizga sira yaqin yo'lamasin. Bu aziz boshingiz hamisha omon bo'lsin. Qalbingizda nimaiki go'zal niyatlaringiz, tilaklaringiz bo'lsa, barchasini Allohim ijobatini bersin. Ilohim yaqinlar bilan haj, umra safarlariga bormoqlikni, Baytullohni tavof aylab, Makka va Madinani ziyorat qilmoqlikni da Robbim nasib ro'za aylasin. Allohim hamisha sizni o'z panohida asrasin. Yaxshilarga hamroh, yomonlardan yiroq qilsin. Yaratgan egam uyingizga nur, qalbingizga huzur, umringizga vaqt, ishlaringizga esa omadlar ato aylayversin. Bizga ko'rsatgan mehringiz, zahmatlaringiz haqqiga yaratgan egam sizni ikki dunyo saodati bilan siylasin. Boringiz va borligingiz uchun tashakkur xolajonim. Xolajon, onamning ishonchi, mening suyanchim, aziz xolajonim. Siz dunyodagi eng go'zalsiz xolajon. Sizni yurakdan yaxshi ko'raman, jonim qadar sevaman. Ayyomingiz yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat. Volidamning jigari, bizga juda mehribon, yo'limga zor maqtalim, mehribonim xolajon. Erkalatgan har doim
qo'limga tutib bolqand mehri daryo sho'x soyim chiroyligim xolajon. Xolajonim, mehribonim, gul tojim, go'zalim xolam. Mana shu go'zal tilaklar siz uchun. Siz aslida bu tilaklardan ham go'zalrog'iga, yaxshirog'iga loyiqsiz. Sizni hamisha yaxshi ko'ramiz. Ayyomlaringiz yana bir bora muborak bo'lsin deya mana shunday chiroyli tilaklar siz uchun ekan. Rahmat qizim, sizga ham shularni tilaklari sizga ham nasib qilsin qizim. Mani yoshimdan ham o'tib yuring. Bir kam 80da man 80ga to'laman, xudo xohlasa. Xudoyo xudovanda Nigorani ham tan joni sog' bo'lsin, bolalari omon bo'lsin, bag'ri butun bo'lsin. Bo'ldirgan yilda man bitta qizimni yo'qotdim qizim. Bu kunda hech kimga ravo ko'rmayman. Siz ham tan joni sog' bo'lsin, ilohim el do'stida chiroyli kunlarni tabriklashda charchaman qizim. Tabiiy sog' bo'lsin. Rahmat, sizga ham tashakkur. Qimmatli daqiqalaringizni ayamasdan bizlarni eshitganingiz uchun rahmat. Rahmat, tabiiy sog' bo'lsin, ilohim. El ustida charchamaysiz. Mana shu doim yaxshilik, chiroyli kunlarda tabriklab yetkazishlik sizga ko'p yillar nasib qilsin bola. Rahmat. Tanjoni sog' bo'lsin, Nigorani ham tanjoni sog' bo'lsin, ilohim. 5 yoshida yuragini operatsiya qildirgan edim. Mana 3 ta bolali bo'ldi, nevarali bo'ldi, mana bo'lmaydi degan odamlar ham bo'lgan edi. Shu Gulnay xirurgiyada borib Hamidulla Abdumajidov Xudoyo 100 yoshlarga kirsin, o'shaning qo'lida operatsiya qildirib, mana shunga bosh qosh bo'lib cholim bilan harakat qilgandik. Xudoga shukr, mana o'zidan ko'payib ish qilib. Albatta. Davron surib yuribdi. Shoira qiz o'zi. Boringizga Yana shukr. meni bitta qizim bor, Sojida Suyarova degan. U ham shoira. Ana u nima bolalar shoiri bor edi-yu, To'xtaboyev. Xudoyberdi To'xtaboyev. O'sha tasdiqlab kitoblari chiqqan. Ularda shoirlik borda, she'rlar yozadi. Rahmat bolajonim, tanish sog' bo'lsin ilohim. Ilohim. Rahmat qizim. Keling bugun Olmaliqdaman. Rahmat onajonim, ilohim samimiy suhbatingiz uchun, go'zal tilaklaringiz uchun sizga tashakkur. Shodiyona kunlaringiz, shodliklaringizga ulanaversin. Hamisha yaqinlar ardog'ida bo'lib yuring. 25 yildan beri shahrim bilan kurashaman. Bir kunda 8 ta dori ichaman, 2 mahal insulin olaman. Allohga shukr, shuncha dardni ham ko'tarib yana hozir bilsangiz somsa qilib o'tiribman saharlab namozdan keyin. Mashalloh, Allohim umringizni ziyoda qilsin onajonim. Hamisha yaqinlar baxtiga salomat bo'ling deymiz. Rahmat, rahmat qizim, meni yoshimdan o'tiring bolam. Rahmat, tashakkur. Bahoriy kayfiyat sizni hech qachon tark etmasin. Hamisha yaqinlar baxtiga siz ham salomat bo'ling. Rahmat jonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Rahmat, kuningiz xayrli o'tsin. Rahmat qizim. Yuzlari o'xshaydi onajonimga, bolam deb talpinar bola jonimga. Aslo ko'z tegmasin xola jonimga, onamdan yodgorim xola jonimsiz. Aslo ko'z tegmasin xola jonimga, onamdan yodgorim xola jonimsiz. Sizni ko'rsam ko'zga onam ko'ringay, bir so'z bor mudom bolam o'rgilay. Keling xola biroz sizga termulay, onamdan yodgorim xola jonimsiz. Keling xola sizga biroz termulay, onamdan yodgorim xola jonimsiz. Ko'kda suzgan oyga o'xshar yuzingiz, qalbga malham dil eritar so'zingiz. Onam kabi orqa tog'im o'zingiz,
Onamdan yodgorim xola jonimsiz. Onam kabi orqa tog'im o'zingiz. Onamdan yodgorim xola jonimsiz. Rishtasin bog'lar ekan qarindosh, ko'ngil o'yinchoqlar ekan qarindosh. Og'ir kunda bizga bo'lgan xolam bosh. Onamdan yodgorim xola jonimsiz. Obiddir mehrizdan ko'ngil chog'layman. Dasturxon turda sizni chorlayman. Bir umr sizga qalbim bog'layman. Onamdan yodgorim xola jonimsiz. Bir umr sizga qalbim bog'layman. Onamdan yodgorim xola jonimsiz. Siz meni munavvar xola jonimsiz.